Hammaga assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi videorolikda Minecraft kinosidagi xatolar ko'rib chiqamiz. Bu video ajoyib bo'ladi va biz bu yoqdagi kamchiliklarni ko'rib chiqamiz. Video boshlanishidan oldin kanalimizga obuna bo'lishda, videorolikga like bosib qo'yishni, kommentariyalarda yozib qo'yishni unutmanglar. Agar sizga buni to'liq o'zbekcha variantida kinosi kerak bo'lsa, bizning YouTube kanalimizga topishingiz mumkin. YouTube kanali videosi esa opisiyaniyada yoki kommentariyada bo'ladi. Bemalol kirib, disk orqali ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Demak, biz videorolikni boshladik. Oldindan aytib qo'yay, bu hali bitmagan kino. Meni fikrimcha, negaki reklamalarida boshqa narsalar ham bor edi. Xullas, cho'zib o'tirmasdan boshladik. Kinodagi xatoliklar. Bu kartadagi qora dog'lar. Bu dog'lar, ya'ni kartada insonlarni yaxshi kesa olmagan va atrofda qora dog'lar qolib ketgani bilinadi. Demak, fikrimcha bu jitlar ham odam hisoblanadi. Demak, ular kiyimida ular rol o'ynadi va oxirida qora dog'lardan bilishimiz mumkin va bu yoqda esa multfilmga aylanib qoladi. Bu nima? Minecraft o'zida ham bunday bo'lmaydi, lekin mana bu yoqda yana kino tarzida ketadi, asabni buzib. Yana bir savol, nimaga bu Peknina zombiga aylanib qolmagan? Minecraftda ular tashqi dunyoga o'tishganda zombiga aylanishadi-ku. Men kinoni to'laqonli ko'rib chiqdim va bu savolga javob topdim. Savolga javob esa bularning boshlig'i bergan damlamada, ya'ni bu damlama orqali ular zombiga aylana olmaydi. Chunki bu damlama shunday qudratga ega ekan, lekin Minecraftda bunday qudratni bilmadim, bunaqa damlama borligini. Lekin buni hamma bir qator bir xo'timdan ichishini boshliq etadi va bu yoqqa hujumga kirishadi. Bu yoq hozirda tinchlik, lekin 1-2 daqiqadan so'ng esa bular jangni boshlab yuborishadi. Bu kinoning asosiy qahramoni, ya'ni asosiy yovuz kerimning yoki dragon emas, mana Kampushova cho'chqa boshlari hisoblanadi. Bularning maqsadlari esa bu dunyodan oltin topish. Ular qanday bo'lmasin, bu dunyodan oltin topishlariga xohlasa bayron qiladi, xohlasa buzadi, xohlasa portlatadi. Xullas, nima qilsa ham bu dunyoni oltin qilish kerak va quyoshni yo'qotib zulmatga aylantirish niyatida. Senlar nega bu yerda haligacha turibsanlar? Ko'zdan yo'qollaring. Menga oltin olib kelinglar. Bo'linglar. Golem yaratishadi va ularni ushlab olishga urinishadi va oxirida esa golemlarning boshlig'i eng kuchli golemni yaratishadi. Buning tagida esa uchadigan boshqon dog'lar bor, ya'ni tapchika desa ham bo'laveradi. 3 qudratiga ega va boshqa golemlarga qaraganda ancha kuchliroq hisoblanadi. Ma'nu bola esa umrida golem ko'rmagan, o'xshab qaqqayib so'takka o'xshab. Ma'nu Steve esa axlat kiyimda bularning boshlig'i bilan jang qiladi. Xo'sh, Malgosha. O'yinni boshlaymizmi? Boshladik. Esdan chiqarmabsan-da. Endi payta chichivorgan hisobga olganda hammasi joyida bo'lib, jangni yaxshi o'tkazadi. Endi mana neger opamiz ham o'zini super laychalari bilan bularni yo'q qilishga urinadi. Meshqorini yorib tashlanglar. Genri, tezroq yakunlagin. Bizning Gerin degan sota qo'zim esa Kristalni olaman degan oxiri chichimasa turadigan joyga kelib qoladi va mana 5 qonun unga qanaqadir o'q otadi. Lekin afsuski unga tegadan u ololmasdan oxiri chichib pastga tushib ketadi. Shu paytda bizning qahramonimiz yetib keladi va o'zicha qahramonchilik ko'rsatib Genini qutqarib, ikkita qizni oldi, ochko ham ishlab oladi. Yashavot!
Ular baribir yutishadi, lekin men ularda qanday yutganini sizlarga aytmayman, chunki bu videoni to'liq kinosini YouTube kanalimdan ko'rib olishlaring mumkin bo'ladi. Bu video chiqqan paytda balki chiqqan, balki undan keyin chiqishi ham mumkin. Demak, video ajoyib. Yo'q! Yaramaslar nima qildilaring? Meni sferam! Bu yerda esa mani opaqa hamma ishni bajarib qo'ygan bo'ladi. Ya'ni mani unga qilich ko'tarib turgan bo'ladi Mag'lub bo'lding, va Zotika. shunday so'zlarda aytadi. Dunyo doim yashaydi. Sen ham buyuk yolg'on qurboni bo'libsan. Sen baxt topolmaysan. Qalbing tubida shuni bilasanki, umid, orzu qilish, yaratish bu azoblanish degani. Balki rostdir gaping. Yaratish murakkabdir buzishdan ko'ra. Shuning uchun qo'rqoqlar ikkinchisini tanlashadi. Shoshma. Bilasanmi, Gosha? Tanishuvimizni har bir daqiqasi vaqtni bekorga zoya ketkazish. Shoshma. Menga qara. Yaqinroq kel. Mani buva esa o'zicha bu opaqani lo'q qilmoqchi bo'lib oldiga chaqiradi. Bu opaqa ham bilib turib bo'pti deb oldiga boradi lo'qlarcha. Buvani esa pichoq o'tmaydi. Ya'ni bu Steve opaqa bilib qoladi va ikkinchi marta chaqiradi. Bu safar qilmayman degan paytda u opaqa yana ishonib lo'qqa o'xshab boradi bo'pti deb. U keyingisi pichoq tiragan paytda u yana bilib borib pichoqni qaytaradi. Tur yo'qolmaydi buva devoradi. Xullas bu yoqda sen qizning borib siyib kelib qiladigan gaplarni gapiradi va bu yoqda esi yo'q deb opaqa katta opaqani jijiga chiqarib yuboradi. Quloqsiz. Manetda esa ma'no orqada shitilla bosh kiyim kiyishdan chiqib qolib kadrga o'zi kirilib tushadi. Lekin afsuski kinoni ashitida oxirida chichib olishdi. Mana qaranglar, kalla qaytma paydo bo'lib qoldi endi. Kalla yo'q edi inson kallasidan. Chegara Bular ketgandan keyin Steve esa men qanday qilib qorong'ida o'zim qo'rqib yashaymanmi degan maqsadda ularda orqasidan ketadi. O'zicha madli qilib o'yinda qolaman degandan qorong'ida eslab qolib, oxiri ular orqasidan yugurib chopib ketadi. aniqlanishicha, kerakli darajada botir bo'lsang, haqiqiy Video qisqa bo'lib qoldi, shuning uchun men sizlarga kinodan ozgina parchani ko'rsatib o'taman. Tortyapti. Gedri! Tortinglar! Ushlanglar! Ushlanglar! Meni ushlang! Voy, buncha og'riqli bo'lmasa, voy, oyog'im. Ha? Biz so'zsiz Aydaho'da emasmiz. O'ylashimcha bu Alyaska. Hay, esatvori kim eding? Garit, axlatchi Garrison. Yilning eng zo'r o'yinchisi. 80-90-yilniki. Jin ursin, bu nimasi? Agar adashmasam, bu bizni birinchi topshirig'imiz bo'ladi. O'zim hal qilaman. Qani qo'chqorvoy? Gedri, to'xta! Orqaga qayt! Nima qilyapsan? Gedri! Ha. Ah. 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 Agar menga yana ham ko'proq oltin olib kelmasanglar, hammalaringni Sibirga surgun qilaman. Zombi bo'lasanlar. Hoy sen! Nima qilyapsan? Qani?
Oldimga kelchi, kela qol. Kelaver, tishlab olmayman. Voy, chiroyliligiga bir qara. Juda chiroyli. Lekin bu oltin topishga bizga qanday yordam? Aytgancha sizlarga bu kinodagi eng qiziq joyini ko'rsatyapman. Mani joyda qaranglar, mani opa qilib turgan ishini qaranglar. Ko'ppa kunduz uyatpas mani o'rda. Voy, o'tirib olgan qoshini qoqib qo'yishi. Kinoni eng qiziq joyi-ku. Yo'q, rahmat. Men hech ko'rsatishni Bilasizmi, rostini aytishim kerak. Siz bilan juda ham quvonchliman. Men yaqinda ajrashganman. tushunmadim. Bu bilan bunga nima demoqchi bu? Aytmasam asosan unda bilasan, yorqinlik yetishmaydi. Shaxsiyati yo'q. Bilasizmi, xuddi siz kabi. Olsam bo'ladimi? Yo'q, u men bilan. Siz bo'lsa idishlarni oladi. Nonni qanchalik yaxshi ko'rishingni bilaman. Men Marlen, sobiq ering keldi. Favqulodda vaziyat deb gapiryapti. Unga aytib qo'ying, men u bilan gaplashmoqchi emasman. Hazillashma Marlen. Aynan shu odam-ku. Endi kech bo'ldi. O'sha kuni imkoniyating bor edi. Clemens, Marlen to'g'ri aytyapti. Sen bu ishni barbod qilding. Endi esa men senga berilgan imkoniyatni mevasini olyapman. Sizmi, Merlinni Jeep Grand Cherokee mashinasida bosib ketganida qalbimda shunday kuchli muhabbat uyg'ondiki, u oddiy so'z orqali ifodalanmaydi. Endi men inson tilida gapiraman. U esa qishloq ahli tilida. Seni mashinamda urib yuborgan zahotim qalban sezdim. Aynan sen o'sha odamsan. U juda ham zamonaviy ayol. Marlen kecha uchrashganimizdan beri yuragimda bitta so'z aylanadi. Menga turmushga chiqasanmi? Azizim, sen ham shunday his qilayotganingni bilaman. Video shu yerda tugadi. Hammaga pakar, like bosmagan xotinbozlar.